Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Endi Danli mashinalar Yevropadagilar hayotidan ozgina lavha, ozgina parcha. Mana do'stlar, bugun 1-may 2025-yil Belgiyadaman. Mana mashinamning ichi yuk olish uchun ketyapman. Expro degan kompaniyadan yuk olishim kerak. Ana shu parkingiga hozir kelib to'xtadim. Bu kichkina parkingcha mana ertalabdan. Soat necha bo'pti? 10 da bo'pti soat. Belgiya vaqti, Yevropa vaqti. Mana sekin tushamiz. Do'stlar mana mashinaning ichi Euro 6. Mana kichkina parkingchalar mana. O tabiati, bu Yevropaning tabiati qoyilda. Mana bunday o'tlarni bizga ekadi, bilsanglar. Bu yerda o'zi chiqadi-da bularni. Qishin yozim ber ko'm-ko'k. Ana stolchalarda o'tirib, maza qilib aylanish mumkin mana bu yerlarda mana. Ko'ryapsizlarmi? Xullas, shunaqa gaplar.